ajratgan. Uyda nabaralarni kichkina chiqaman, o'chirib bo'lmaydi. Xon Yulduzi mahalla markazi shu. Namunali uylar ham tushgan. O'zim bitta uyda yashayman, bolarim kichkina. Pulim yo'q masalan. Siz qancha qarsiz? Chelaklarni ko'tarib qatla ketyapsiz endi, xola? Suvga, Suv yo'qmi? suv yo'q. Soat 10dan beri turibmiz. Ertalab 10dan beri. Ha, suv kelishini kutyapmiz, lekin yo'q. Necha yillar bo'lib ketdi, agar 20 yildan ham oshdi u. Ariqda suv yo'q, qishi bilan azob bizga. 2 kunlab bo'lmasa o'sha suvni borib iltimos qilib kelib sotib olamiz. Qishda ayniqsa hamma sovuqda dir turadi. Barcha 20-29 ta aroba turibdi suv kelmadi. Suvni sotib olishar ekan, даже 2 million, 3 millionlab suvdan qarz ekan. Bolalik vaqtimizdagi maktab hovlilarini kim eslaydi? Muntazam kranlardan oqib turadigan suv bo'lar edi. Katta tanaffusda chiqib olib, o'sha suvlardan bir-birimizga separdik. Lekin bu maktabdagi barcha o'quvchilar mana shu ikkita bochkadagi suvdan yuz-qo'llarini yuvishadi, kerak bo'lsa iste'mol qilishadi. Kir yuvishga ham, qozon tovoqqa ham. Hamma narsaga sotib olamiz pulni. Men birinchi marta ko'rishim maktabda ichiga anaqa bochkalarga to'ldirib suv qilib qo'yishganini. Ariq suv kelmaydi, bir 6 yil, 7 yilda kelmaydi. Bo'lmaganda 30 ta odam ochirib turadi. Shunaqa ekan. Bir kunda kechki paytgacha oxiri kechki payt ochirib yetadi. Yurak Amri xayriya fondining quduqlar yo'nalishi. Suvsizlikdan qiynalayotgan joylarni o'zimiz borib, o'z ko'zimiz bilan ko'rib o'rganishga harakat qilamiz. Nima uchun? Sizni qilayotgan ehsonlaringiz haqiqiy haqdorlarga, haqiqiy joyiga yetib borayotganligini, Allohning nazdida qabul bo'layotganligini siz his qilishingiz uchun. Yuvinish uchun qatdan olasizlar. Yuvinish uchun ariqdan. Doim suv bo'ladimi ariqda? Ariqda postoyanno suv bo'lmaydi. Yozda vashim bo'lmaydi suv. Mana shu yerga to'planib qolgan yomg'irdan keyin to'planib qolgan suvlarni xonadonlarga tortib ketishar ekan. Xonadonlardan lekin ancha uzoqlikda joylashgan bu. Mana shu turgan joyimdan 3 kilometrdan ortiq masofa. Bu tomondan esa 1,5 kilometr masofada ichimlik suv uchun opa-singillarimiz, aka-ukalarimiz soatlab navbatda turishmoqda. Agar siz bilan biz uni xohlasak, mana shu turgan joyimda hozirgi kunda zamonaviy quduq qazib berishimiz mumkin. Xolajon, agar imkoningiz bo'lganda, quduq qurilishiga, suv chiqarishga qancha ehson qilgan bo'lar? Borimni beradi. 945 ming nima pensiya olaman. Hammasini bergan bo'ladi. Hammasini beradi. O'ylamasdan hammasini. O'ylamasdan. Borib kovlashardi. Ye maşallah. Ye maşallah. Duo qilib suv ichib yurardi har doim. Xudo xolasa. Bitta sigirim bor, sotib yarim pulni beraman. Rozisan-da. Alloh rozi bo'lsin. Qurib berish buning savobini hech kim bilmaydi, Alloh o'zi beradi. Qanchaligini. Hech kim bilmaydi buni. Ila ishlaring o'ngidan kelsin, baraka topinglar. Shu ishlaringga omad bersin. O'sha sizlarga iltimoshini xalqqa bir yordam berib, suvni chiqarib bergani yaxshi bo'ladi. Suvsiz hech narsa bu hayot yo'q, suvsiz. Yagona suv oqi va zaxirasi mashika. 3600 dan ziyod aholi shu suvga muhtoj. Yuz qo'l yuvish uchun, kirlarni chayishlik uchun mana shu suvdan foydalanishadi, tindirib. Biz bu videolarni nimaga ko'rsatdik? Yurak Amri xayriya fondi quduqlar yo'nalishida nimaga shu voqea joylariga kelib sizga jonli yoritib berishga harakat qilamiz. Biron bir tashkilotni, mutasaddilarni ayblash niyatimiz yo'q. Hamma ayb o'zimizda. Qachonki birlashamiz, qachonki shunaqa atrofimizga qarab qiynalayotgan, yetim bo'ladimi, haqdor bo'ladimi, suvsiz qolib ketgan aholi bo'ladimi, o'zimiz birlashmagunimizcha o'zimiz isloh qila olmaymiz. Atrofni isloh qila olmaymiz. Quduqlar yo'nalishiga albatta ehson qiling, shu raqamlarga aloqaga chiqing. Birgalikda mana shu hududga eng zamonaviy, eng chiroyli quduqni taqdim qiling. Ota-onangiz nomidan sadaqai joriya bo'lib, qiyomatga qadar sizga ajri yozilib tursin. Yurak Amri xayriya fondi hammamizniki, xalqimizniki, mehribon qalblar. Hammalarga rahmat.